Aytsin, qani jahlimni chiqar. Gapir. Hop. Hozir. Ko'pak. Voy voy. Ha, yo'q. Nima? Serik doim shunday deydi-ku, o'rganib qolganman. Shunday gap aytginki, jahlim chiqib seni bir uray. Hozir. Ado bo'lgan maxluq. Voy voy. Yo'q, yana bo'lmadi. Nima? Shef shunaqa so'kadi-ku. Ha. Menga qara. Shunaqangi jahlimni chiqarginki seni bir uray. Qizishib ketay. Jahlimni chiqar bo'l. Og'ir biror narsa ayt. Onadan so'kib ko'rchi. Yo'q, bo'ladi. Hozir. Hozir bo'ldi, hozir. Anqu. Bilasanmi sen badbasharasan. Sen eng landovur odamsan. Tushunyapsanmi? Nega politsiyada ishlayapsan, bilasanmi? Chunki senga guvohnoma berishgan. Guvohnomasiz sen hech kimsan. Sen eng dabdala molsan, sholsan. Tushunyapsanmi? Sen eng latta odamsan. Seni hatto uyatsiz kinolarga ham olishmaydi. Chunki ana uning kichkina, tushunyapsanmi? Seni kallang tanangdan katta. Sen ninza toshbaqasan. Yo'q, shoshma. Ha, sen qurbaqasan. Og'ayni, nega qo'pollashasan? Og'ayni, to'xta. Nima, xafa bo'ldimi? Og'ayni. Yigitlar, shoshmanglar. Kiringlar. O'zi qaysi urug'dansiz? Qiziq tuyulyapti. Qo'ng'irot. Qo'ng'irot? Ha. Men qo'ng'irot emasman. Demak mumkin. Deyishadi-ku. Qanaqa joy bu? Bu bizni bazamiz. Bu yerda guvohlarni qo'riqlaymiz. Yuqori lavozimli amaldorlarni. Ro'pparosi 2 yil oldin bir qizni qo'riqlagandik. 25 ta bezori ortidan kelgandi. Tasavvur qiling. Otishma bo'lganda, rosa otishgandik. O'zaychi og'ayni. Unday bo'lmagan-ku. Og'zingni yopsang-chi. Shunchaki 7 yil o'shanda boshdan o'qigandi. Haligacha xotirasini tiklagani yo'q. Aha, esladim. 2 kun ismalab yotgandim. Kiringlar. Og'zingni yopib yur. Nima bo'ldi senga? Oyog'im tagida o'ralashmay tur. Bu yotoqxona, yostiq, ko'rpa, hammasini olib kelganmiz. Hammasi joyida. Agar sovuq bo'lsa, yonimga keling. Men bilan yotasiz. Nima dedingiz? Yostiq va ko'rpa olib kelganmiz. Issiq bo'lish kerak deyapman. Tushunyapsizmi? Mayli. Lekin bu xonani o'ng tomonida inobatga olib qo'ying, men yalang'och yotaman. Qanaqa yalang'och? Qorin och. Qorningiz ochsa dedim. Qorningiz ochsa menga aytinglar. Hammasini tashkillashtiraman. Masalan, kechki ovqatga nima yeysiz? Steykmi, go'shtmi, menimi, dengiz mahsulotlarini, mevalarmi? Tushunmadim. Mevalarmi dedim. Yo'q, undan oldin nima dedingiz? Dengiz mahsulotlari? Mayli, muhim emas. Ozgina yetib bormadi. Nonushtaga sosiska va 2 ta tuxum bor. Men nonushta qilmayman. Bizni qahvaxonada nonushtalar 24 ga 7. Nima demoqchi